Lekin Malayziya umuman hayolimga kelmagan. Даже Malayziyada universitet borligini bilmaganman to'g'risi. Bilasiz, menga eng yoqqan narsasi nima bo'ldi? Keyin yashash sharoitiga keladigan bo'lsak, lekin hamma narsa yaxshi bo'lmaydi. Orasida ba'zi bir ozgincha qaysarroq o'qituvchilar ham bor. O'shanda juda ham tegib ketdi menga. Borib o'zi skameykachamiz bor naryoqda. O'sha yerda o'tirib, mana shunaqa paytlarda yig'lab o'tirdim. Suvga qarab hech kim ko'rmasin deb. Konsalting bilan ishlagan yaxshi, lekin yaxshi konsalting topish optimal muammo. Hammaga assalomu alaykum qadrli do'stlar. Bugun biz E'zozaxon bilan Malayziyaning Xiamen universitetida joylashganmiz va shu yerda qisqa bir hammaga manfaatli bo'ladigan degan umidda yaxshi video olish va shu yerda o'qiyotgan talabamizdan primoy отзыв, ya'ni mana shu feedbackini eshitamiz. E'zozaxon, o'zingizni tanishtirsangiz. Assalomu alaykum hammalarga. Meni ismim E'zozaxon Zohidjonova, Toshkent shahridanman. Hozirgi kunda Xiamen universitetining studentkasiman. Dekabr intake'da keldim. Hali kelganim ko'p bo'lgani yo'q. Endigina 3 oy bo'ldi. Menda juda ham ko'p feelinglar bor. Yaxshi ham bor, yomoni ham bor. Aytganlaridek, hamma narsa yaxshi ham bo'lavermaydi. Yomon taraflari ham bor, qiyinchiliklari ham bo'ldi shu kungacha. Video davomida hammasini aytib o'taman. Bo'ldi. Birinchi o'rinda o'zi biz Xiamenni qanaqa topgansiz? Qayerdan eshitgansiz? Chet elga chiqishga, o'zi chet elga chiqish oldindan niyat bo'lganmi? Yoki shu yerdan endi Malayziyaga kelib kelgansiz? Malayziyaga chiqib, vыбор chiqib qolganmi? O'zim sportsmen bo'lganman. Kichkinaligimdan beri adashmasam 4-sinfda Koreyaga chempionatga borganman. Rostdan. Da, o'shanda Koreya menga juda ham yoqib qolgan. Yo'dagi insonlarning muomalasi вообще juda ham zo'r edi. Hamma ko'rganda anyasi deb juda ham hurmat qiladigan darajada menga shunaqa yoqqan. Keyin adamga o'sha 4-sinfdan beri boshlab men chet elda o'qiyman, O'zbekistonda qolmayman deganman. Shu niyatlarimni evazi mana Allohim menga yetkazdi. Lekin Malayziya umuman hayolimga kelmagan. Даже Malayziyada universitet borligini bilmaganman to'g'risi. 10-sinflarga o'tganimda menda umuman o'qishga qiziqish bo'ldi. Chunki ishladim, pul topishni boshladim. Keyin bo'ldi, o'qish shart emas ekan, ishlab pul topaman, maza qilib yashayman degan narsa bo'lib qoldi menda. Keyin 11-sinf o'sha tugatyapmiz, qarasam sinfdoshlarim o'sha top universitetlarga kirib, grantlar yutib olib, havasimni keltirishgan. O'shandan boshlab keyin Instagram tiklab yotganman. Adashmasam 20-nechidir may edi. Oxir bitiradigan paytimiz. Menga konsaltingning reklamasi chiqqan. 4 yilga 100% grant Xitoydan faqat universitet. O'shani ko'rishga ertasi kuni uydagilarimiz bilan borganmiz. Surishtirganmiz, keyin konsaltingdagilar aytishgan, to'shto u misol uchun yoshi katta uydagilar bo'lganda bo'ladi. Qo'rqishadi jo'natishga. O'shanda aytishdi, qiz bolaga to'g'ri opasniy yurt deyishdi, yashash sharoitlari ham unaqa zo'r emas, halol ovqatlar ham topish qiyin deyishgandan keyin o'sha konsalting o'zi bizga Malayziyani ko'rsatdi. Menga rasmlarni ko'rsatishdi, yotoqxonalarni ko'rsatishdi, aytib berishdi qanaqalik, rosa yoqdi. Rasmda ko'rganimda juda ham chiroyli edi. U payt faqat hali menimcha universitet qurilmaganda maketini o'zi bo'lganda, rasmda. Adashmasam shunaqa edi. Boshida unaqa bo'lmasa kerak deb o'ylaganman, lekin kelganimdan keyin bundoq qarasam xuddi o'sha rasmdagi. Kech payt juda ham chiroyli, svetlari yonadi. O'zingizlar kelsanglar, ko'zingizlar bilan ko'rsanglar, boshqacha vibe. Chiqilib shunaqa konsalting orqali universitetni topib 50% grant bilan hozirgi kunda o'qiyapmiz. Zo'r. Gapi o'zi rostdan aytmoqda. Kelib ko'rsagina odam shuni kelib aylanib ko'rsa tushunadi-da, anaqasini rasmlar ham unaqa ko'rsatib bera olmaydi. To'g'ri, kamera unaqa zo'r ko'rsatib bera olmaydi. Yaxshi, o'zi o'qish bo'yicha-chi, masalan, bu top 400 talik kiradi universitet o'zi. Top 4 hozir даже o'sha biz esimda o'tgan yil 360 qancha dirham, hozir 341 ga ko'tarildi. O'sha sezilyaptimi uровень? Universitetda darajasi, o'qishda, atmosferada. Bu o'zi Xitoy universiteti bo'lganligi uchun ta'limi ham Xitoyga moslashgan. Unaqa oson emas. O'qituvchilar ham xitoylik ko'plari. Birinchi o'chirda ularning aksentiga tushunib olish sal qiyinroq bo'lyapti. Yana ozgincha sistema qiyinroq bo'lganligi uchun ozgincha qiynalyapmiz, atak normal gaplasa bo'ladi. O'zi aksent umuman ham universitetlarda, o'sha chet el universitet Amerikan o'zida bo'lmasa, даже Amerikan o'zida ham aksentli ustozlar bo'lishi mumkin. No, still hammasi ingliz tilida bo'ladi.
emas ingliz tilida. Aksent ko'rgan ketiladi. Da, ancha ko'nikib qoldik. Agar tushunmaydigan bo'lsak ham, modul degan sahifamiz bor, saytimiz bor. O'sha yerga hamma darslar qo'yiladi, videolarigacha bemalol ko'rib, darsdan tashqari o'rganib, o'zimiz uchun qilsak bo'ladi bemalol. Umuman o'z va Xitoylar o'zi ham disiplina bo'yicha maksimal darajada darajani ko'rsatishayotgandir. Qanaqa o'qish kerakligini. Da, bizda Xitoydan kelgan o'quvchilar ham bor. Ularning bilimiga qoyil qolmasa bo'lmaydi. Hamma narsada zo'r qatnashishadi. Baholari ham juda ham yaxshi. Biz ham o'shanga qarab harakat qilyapmiz hozirgi kunda. Zo'r gap yo'q. Bilasiz, menga eng yoqqan narsasi nima bo'ldi? Pagodasi bo'ldi. Chunki O'zbekistonda 4 xil fasl, qishda qalin kiyin, yozda yubqa kiyin, kuz, bahor har xil. Bu yerda bitta pagoda. Endi menga yomg'ir yoqqanligi uchun juda ham ko'p yomg'ir yoqib turadi. Shunaqa mazza qilaman. И ham влажность ko'p. Yuzlaringiz qurib ketmaydi, qo'llaringiz qurib ketmaydi, juda ham mazza. Shunisi rosa yoqadi menga. Lekin qishda kelganligim uchun aeroportdan endi baribir boshqacha anaqada chiqasiz-ku. O'zbekistonda sovuqdan kelganman. Aeroportdan bu yoqqa kelib, aeroportdan chiqayotganimda shunday issiq urgan, voy deganman. Boshida ozgincha ko'nikib olish qiyinroq bo'ladi, chunki O'zbekistonga nisbatan sal issiqroq, namroq havo. Ancha namroqda. Da, qanaqadir ozgincha bo'g'ilishingiz mumkin. Par bo'lgandan keyin atak normalniy. Undan keyin o'rganib ketsangiz, maza qilib yashirkansiz. O'rganib ketsangiz, pravda, maza qilib yashaydi. O'rganib olish kerak, ozgincha vaqt kerak bo'ldi. O'rganmasligim mumkin emas-da. To'g'ri. Chista anaqasi yoqmadi deb ketadi. O'rganmaganlar prosta o'zini minusga ko'taryapti-da, shunaqa hayotdan. Buni hozir ham fevral. Qishda keldik, spesial qishda yoz bo'ldi, issiq, stabilni, butun yil stabil havo, stabil temperatura. 5 gradusga plus minus bo'lishi mumkin. Mana kech payt hozir zo'r taqov shabada bilan o'tirib. Bundan kechroqda yana zo'r bo'ladi. Agar yomg'ir yog'ib bermasa, pramayin shabada bo'lib mazza bo'ladi. Keyin yashash sharoitiga keladigan bo'lsak, почти O'zbekistonniki bilan bir xil, ozgincha 3-4 so'mga farq qilishi mumkin. Lekin qimmat emas. Yo'q, qimmat emas. 3-4 so'mga qimmat bo'lishi mumkin, lekin unaqa farq qiladigan darajada emas. Shunaqa. Bu yerda qancha taxminan o'zi sir bo'lmasa ketkazasiz? Общежитие sharoiti, ovqatlanishga, undan tashqari masalan ovqatlanishdan tashqari ba'zi rasmlarda yana nima daqonsa ketadi. Klga chiqib kelish, aylanishlarga. Chunki baribir chet elga kelgandan keyin bitta shuncha narsa bor, borgingiz keladi, ko'rgingiz keladi. Hozir ham o'tirimiz, qayergadir boraylik. Yotoqxona puliga keladigan bo'lsak, birinchi kelganingizda depozit beriladi. Nimadir sindirib qo'yadigan bo'lsangiz, o'sha puldan qoplab ketish uchun. Xo'p, depozit adashmasam $100midi? Depozit nech pulligini eslolmayman, lekin yotoqxonaga 4 oy to'lasa bo'ladi. Men 4 oyga $350 to'ladim. Yotoqxonaga shuncha. Yashashimga gazeta 250-350 o'rtacha qilib oladigan bo'lsak, shuncha yetib beradi. Agar aylanishlarga boradigan bo'lsak ham unaqa ko'p pul ketmaydi. Shu O'zbekistonda qanaqa aylanib kelgan bo'lsak, shuncha pul ketadi. Katta kompaniya bilan bunday qarasa, ovqatlari kampus o'zida yesa, tayyorlasa, unaqa qimmat emas. Xuddi shu Toshkentdagi tushadi. Bozorga qilib olib kelinadi. O'sha bizda Keep Mall degan magazin bor. Yaqin, bizga universitetga juda ham yaqin. 10 minutlik, 15 minutlik yo'l adashmasam. O'sha yerdan borib bozorlik qilib, uyimizda tayyorlaymiz. Endi mana Ramazon kelyapti. Ramazondan keyin qo'yiladi-ku. Ramazon anchadan keyin, Ramazon oxirlaridancha. Hozir Ramazondan bir kun oldimiz, ertaga Ramazon xudo xolasa, birinchi kuni bo'ladi. Aha. Ish qilib bizda hozir niyat shunaqa. Bozorlik qilib, xudo xolasa iftorliklarni do'stlarimiz bilan birga kutib olish. Shunaqa. Zo'r. Nima istoriyalar bo'lgan? Istoriyalar o'shani kirmoqchiman. Необычный narsalar nima bo'lgan? O'zi qiziqroq. Men birinchi kelganim, to есть O'zbekistondaligimda o'yladim, bu yerga borib speakingimni juda ham zo'r qilib olaman deb o'yladim. Lekin afsuski deydi. Bu yoqqa kelgandan keyin to'g'ri gaplashamiz, studentlar bilan, keyin travel kelgan insonlar bilan gaplashamiz, o'qituvchilar bilan gaplashamiz, lekin asosan bizning kurukda SNG'shniklar ko'p bo'lgani uchun Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, O'zbekistondagilar ko'p bo'lgani uchun men hozir ingliz tilidan ko'ra ruschada ko'proq общение qilib, ruscham почти yaxshilandi desam ham bo'ladi. Bu birinchisi. Kelganimda unaqa qiynalmayman, ingliz tilini tushunasiz-ku, uroveningizni bilasiz, qiynalmayman. Yaxshi bo'lib ketadi deb o'ylagandim, lekin o'sha aytganim bo'yicha aksentga ozgincha qiyinlik bo'ldi. No hozir yaxshi.
lekin hamma narsa yaxshi bo'lmaydi. Orasida ba'zi bir ozgincha qaysarroq o'qituvchilar ham bor. Ya'ni bu gapim bilan nima demoqchiman? Hamma ham sizni yaxshi ko'ravermaydi. Ayniqsa international studentlarga ozgincha lokallardan ko'ra internationallarga attention kamroq bo'ladi. Va eplasangiz, yaxshi o'zingizni ko'rsatsangiz, sizga ham e'tibor tushadi. Yo'q emas, lekin ancha-muncha harakat qilish kerak bo'lyapti. Shunaqa. O'zi mana pravda minuslardan qanaqa istoriyalar bo'lgan? O'ylasangiz, mana kimdir mani chestno o'zi so'rasa, mana mashina birinchi o'rinda aytaman degan narsalar bormi? Mashina. Именно shu narsa ajratishligidan tashqari. Ajratish deganda ham hamma bunaqa qattiq ajratmaydi. Просто o'rida gapni qanaqasidir bilinsa kerak. Shunaqaroq. Bilmadim, minuslardan пока что hali minus ko'rmadim. Hali minus ko'rmadim. Sharoit zo'r. Bu yerda boshqa mana lokal boshqa studentlar yoki boshqa odamlar siz bilan muloqoti ham zo'r, respekt qiladi. Qilmaydi emas, lekin orada ba'zi birlari chiqadi. Ozgincha internationalga salomdorroq qilib gaplashadiganlari bor. Baribir odamlar e'tibor berdimi? Imенно xitoyliklar ko'proq baribir o'zi ham yopiqroq. O'zi ham yopiqroq, introvertlar gaplashmaydi, o'tishi. Keladi, nimadir so'rasang gaplashadi, lekin turib savolingga javob beradi, o'zi kelib qiziqib anaqa qilmaydi. Lekin bir marta menga yoqqan taraf nima bo'ldi? Juda ham uydagilarimni sog'inib ketdim. Bu yerda o'sha o'qituvchidan gap eshitdik, как-то gap eshitdik, ajratib qo'ygandek his qildik-da. O'shanda juda ham tegib ketdi menga. Borib, o'zi skameykachamiz bor Marioda. O'sha yerda o'tirib, mana shunaqa paytlarda yig'lab o'tirdim. Suvga qarab, hech kim ko'rmasin deb. Yonimga bitta malay o'rtog'im emas u. Begona bola, boshqa EPUda o'qiydigan bola ekan. Bu yerga o'rtoqlarning oldiga, zalga kelishga kelar ekan. O'shanda o'tirdi yonimga emas, boshqa skameykaga o'tirdi, rosa poylab o'tirdi. Qulog'imda naushnik bor edi. Bundoq qarayman ketmaydi. Keyin naushnik muzikani stop qilgandan keyin menga qarab, "Are you okay?" deb yotdi. Kularman keyin. Nastroyeniya ko'tarildi. Undan keyin yes, thank you dedim. Yana muzikamni tashlashdim. Yig'lab yotibman-da. U bola yarim soat kutdi. Keyin muzikani o'chirib, endi uyga kiraman degan payt oldimga kelib, gaplashib, sekin ko'nglimni ko'tarib, yig'laman, unaqa bo'ladi, unaqa deb, sekin tanishib, Instagramda alishib, o'rtoq bo'lib ketdik ular bilan. Shunaqa taraflama juda ham mehribon ekan, shuni bildim. Malaylar o'zi juda mehribon, juda ochiq, mehribon bo'linib turadi hamma yo'q. Gaplashishda juda отзывчивый. No, lekin udobstvoga просто gap yo'q. Studentlarni shu darajada o'ylab qurilganki, даже basseyn, orqamizda sport zalimiz bor. Musulmonlar uchun namozxonagacha bor. Da, shunday mana yonimizda namozxonamiz bor. O'g'il bolalarniki alohida, qizlarniki alohida. Mana bizda ro'za yaqin. Ertaga o'sha Ramazon kirib keladi. Muslim community degan bizda klub bor. Ya'ni ular bilan kelishilgan holatda birga tarovehlar o'qilib, birga iftorlik, birga saharliklar qilish rejalashtirilyapti hozirgi kunda. Har tomonlama zo'r. Halol ovqatdan problema yo'q. Halol ovqatdan yo'q. Chunki bu musulmon davlat bo'lgani uchun hammasi почти halol. Faqat ozgincha Xitoydan kirgan mahsulotlar bor. Ularni endi даже yeb ham bo'lmaydi. Ko'rganingizda ozgincha. Bitta savol, men umumiy rasxodlarga keladigan bo'lsak, xarajatlarga, asosiy rasxodlar kontrakt. Sizda 50% grant. Undan tashqari grant bo'ladigan bo'lsa, именно o'sha grantdan общий kontrakti и плюс grant kontrakt bo'lgan bo'lsa, plus rasxodlaringizni hisoblasak, umumiy hisobda. Qilgan rasxodlar. Umumiy bir yilda qancha hisob anaqa ketadi? Plus boshqa universitetlarga solishtirsa. Qanchalik shu narsa solishtirsa yaxshimi, eng optimalnisimi yo'qmi deb o'ylaysiz? Chunki o'shanda biz ham gaplashdik. Boshqa universitetlarning bittasiga borib keldi bizlar bilan, litseyga borib keldilar. Ko'rib, bunaqa universitetlar ko'p, yaxshi. Nima deb o'ylaysiz shu tarafdan? Pul taraflama prям eng zo'r variant deb o'ylayman. Qulaylik taraflama ham eng zo'ri, chunki o'zbeklar qiz bolani chiqarishga qo'rqishadi. Yomon bo'lib ketadi, buzilib qoladi yoki boshqa millatlar qanaqadir yomonlik qiladi degan tushuncha bor. O'shanaqalar uchun bunaqa universitet prям eng zo'r ideal variant deb hisoblayman. Chunki juda ham katta territoriyani faqat universitet o'zi egallagan и har taraflama safetysi zo'r. Universitet prям o'ralgan territoriya. Hech qanaqa yomon odamlar ham kirmaydi, begona odamlar kirmaydi. Kirganda ham faqat student ID ni ko'rsatib, keyin kirgizadi.
shu taraflama qiz bolani bemalol jo'natsa arziydigan joy, bemalol o'qiydi. Ovqatlariga ham aytganimizdek bemalol halol hammasi zo'r. Ketkazgan pulimga keladigan bo'lsak, konsalting pulini hisobga olamizmi yoki olmaymizmi? Yo'q, u ham bor. O'zi konsalting hisobi u kelishi o'zi bitta xarajat. Ikki har yili qiladigan xarajatingiz bu yerda umumiy oylik xarajatlar yotoqxonaga plus o'zi kontraktingiz bo'ladi. O'sha konsalting ham bitta qiziq tema o'zi. Konsalting. Chunki alohida to'xtalish kerak ekan. Alohida o'zi o'shandan boshlasa bo'lar ekanda konsaltingdan masalan. Yo'q, to'xting, konsalting oxirga qo'yaylik-da. Bo'ldi. Yo'lga kelganimdan keyin xo'p, nimalarga rasxod qildim? Tuition fee обязательно bunga to'lov kerak. Tuition feelarga 50% grant bo'lgani uchun $2500 to'ladim. Chunki dekabrdan yana narx ozgincha ko'tarilgan hisobiga $500 ko'proq to'ladim. Undan keyin application fee to'lovlari bor. Application feelarni men O'zbekistonda to'lab keldim, lekin o'zi общий summa $730 ekan application feesi. Keyin o'zimiz uchun security deposit bor, ya'ni kasal bo'lib qolsak, bular o'zligi qariydi, o'sha puldan olishadi. Ya'ni biz ortiqcha pul to'lov qilmaymiz. O'shanga qancha to'ladim? 400 ringitmi? Yo'q. $100, $200, uzoq borsa $200 ishlab boradi. Bundan tashqari yotoqxonami depoziti, potom yotoqxonani o'ziga. Bizda ikki xil yotoqxonalar bor, LY yotoqxonalari bor, D blok yotoqxonalari bor. D'da xonalari juda kichkina, arzonroq. LY xonalari kattaroq, har bitta etajda o'zining kuxnyasi bor. O'shaning hisobiga sal qimmatroq. Men D'da turaman. D'da turganim uchun 4 oyga $350 to'ladim. $350. Har 4 oyda shunaqa to'lanadi. LYda bo'lsa 450 yoki 500, uzoq borsa $500 to'lanadi 4 oyga. Shunaqa. Bo'ldi. Keyin o'sha yeb ichishimiz, aylanishga ketadigan pullarimiz va oxirida depozit, universitet bitirganingizdan keyin depozitni olmoqchi bo'lsangiz, so'rasangiz qaytarib berishadi. O'zi qanaqasi kelgansiz? Qiziq tema deydi. Shu Instagram orqali topganmiz, borganmiz, bizga tushuncha berishgan, lekin hamma narsa ham ochiq oydin bo'lmagan, ozgincha vague bo'lib qolib ketgan. Yo'lashga kirib qoladi hozir. Endi ochiqchasi qanaqa kelgansiz? Shu vыбор haqida aytaman degandiz, masalan. Vыбор haqida boshqa o'zi advice'im bor. Advice. Studentlar agar kelmoqchi bo'lsanglar, Sovet nima deydi? Studentlar agar kelmoqchi bo'lsanglar, qanaqadir universitetga topshirmoqchi bo'lsanglar, birinchi o'chirda ozgincha o'zingizlar ham harakat qilib ko'ringlar. Pulinglar yoningizga qoladi, lekin yugurishni xohlamasdan, prosta hamma narsani dokument berib qo'ysanglar, hammasi o'zi bo'lsin deydigan menga o'xshaganlar bo'lsa, konsalting bilan ishlagan yaxshi, lekin yaxshi konsalting topish optimal muammo. Juda qiyin muammo, ayniqsa hozirgi kunda. Chunki hamma narsani ochiq oydin qilmaydi. Hamma ham nima desa bo'ladi? Ochiqcha ishlamaydi, nimadir balki neto ham ketib qolishi mumkin. Mayli, unisini gapirmaymiz, lekin обязательно izlanglar, qidiringlar, yaxshi konsalting, otsivlarni ko'ringlar. Iloji boricha yaqin insonlar bilan gaplashinglar. Mana o'sha konsalting bilan ishlagan insonlar bilan gaplashinglar. Qaysi konsaltingni maslahat berasan yoki-da o'sha insondan so'ranglar, qanaqa topshirsa bo'ladi deb. Shunaqa. Keyin bu yoqqa kelayotganda boshida bizga aytishgan, o'sha konsaltingdalar eshitishgan, $300 yashashingizga yetadi bir oyga, $300 yotoqxonangizga to'laysiz degan gap bo'lgan. Общийda $600 olib kelib qo'yganman. Ortiqcha pul bilan olib kelmaganman. Kelganimdan keyin menga O'zbekistonda to'lagan pulimni yana chiqarib beryapti, to'lashingiz kerak deb. Оказывается, O'zbekistonda bu yoqqa hali to'lov qilinmagan. Kelganimdan keyin menga 860 qanchadir shot chiqarib berishdi. Menda $600 bor edi-da. Uni yarmini to'ladim. Keyin uydagilarimga aytdim, mana shunaqa bo'ldi. Boshida endi ozgincha qiyinchilik bo'ldi. Hozir yaxshi. Shunaqa. Ko'proq pul bilan kelaveringlar. Keyin O'zbekistonda emas, bu yerga kelib to'lov qilganinglar, o'zingizlar ko'rib, so'rab, nimaga to'lov qilayotganinglarni tushunasizlar. Обязательно. Har bir to'lov maksimal darajada ochiq oydin qilinishi kerak. Qatga nimaga cheklari bilan обязательно.
E'zozaxon, sizga kattakon rahmat. Rahmat sizlarga Zo'r ham, suhbat taklif uchun. bo'ldi. Menimcha boshqalarga hammaga manfaati bo'ladi deb umidamiz. Ayniqsa o'sha qizlar, kimdir qiz bola o'ylayotgan bo'lsa, yuborsa bo'ladi, yuborsa bo'lmaydimi? Kimdir lichna kelib so'rasa, lichna men tegi kontrakt qoldirmayman, lekin lichna so'rasa, men sizga o'sha ota-ona bo'lsa, yoki kimdir qiz bola bo'ladigan bo'lsa, o'zingizni kontaktingizni beraman. Shaxsiy Bo'ldi, kontaktingizni beraman. O'shandagina ular bilan o'zingiz yana detalni so'rab olishsa esishda bo'ladi. Har sizga kattakon rahmat. Rahmat sizlarga ham. Ishlaringizga omad. Yaxshi har bir taraflama shu yerda zo'r kadr bo'lib O'zbekistonga budishida yaxshi sujetlarimizga umiddaman. Xudo xohlasa, aytganingiz kelsin. Savolinglar bo'lsa, qizlar bemalol yozib murojaat qilsanglar bo'ladi. Qo'ldan kelgancha yordam beramiz. Rahmat kattakon. Rahmat kattakon, sog' bo'ling. Bo'ldi.